Avgust 2026'dagi qo'shimchalar masalasi hozir juda ko'p oilalar uchun eng og'riqli savolga aylangan. Kimning pensiyasi yoki nafaqasiga pul qo'shiladi, kim esa umuman qo'shimcha to'lab olmaydi? Men bugun sizga aynan shu masalani oddiy, tushunarli va amaliy tilda tushuntirib beraman. Bu ma'lumot pensionerlar, nogironligi bo'lgan shaxslar, boquvchisini yo'qotgan oilalar, kam ta'minlanganlar, bolali oilalar va hatto hozir ishlayotgan, lekin yaqinlariga yordam berayotgan farzandlar uchun ham juda muhim. Videoni oxirigacha ko'ring. Chunki ko'pchilik aynan mayda hujjat xatosi, ariza bermaslik yoki menga avtomatik tushadi deb o'ylash sababli puldan quruq qoladi. Hozirning o'zida kanalga obuna bo'ling, like bosing. Chunki bunday ogohlantirishlar vaqtida yetib borsa, siz o'zingizni ham, yaqinlaringizni ham ortiqcha yugur-yugurdan va yo'qotilgan puldan saqlab qolasiz. Avval qanday edi? Ko'pchilik pul qo'shilishi deganda faqat bitta narsani tushunadi. Davlat pensiya yoki nafaqani oshiradi va hammaga bir xil qo'shimcha pul tushadi. Aslida tizim bunday ishlamaydi. Qo'shimcha pulning bir necha turi bor. Umumiy indeksatsiya, ya'ni miqdor oshishi. Qayta hisob-kitob, ya'ni ilgari inobatga olinmagan ish staji yoki daromad qo'shilishi. Ustama, ya'ni alohida to'yfaga beriladigan qo'shimcha, kompensatsiya. Ya'ni ayrim xarajatlar o'rnini qoplash va ijtimoiy nafaqa, ya'ni oilaning daromadi past bo'lsa beriladigan yordam. Oldin ko'p jarayonlar, qog'oz hujjatlar, mahalla pensiya bo'limi, bandlik yoki ijtimoiy himoya idoralari orqali alohida ko'rib chiqilardi. Kimdir ish stajini tasdiqlovchi arxiv ma'lumotnomasini olib kelmasa, hisobga qo'shilmasdi. Kimdir bola nafaqasi uchun daromadini to'g'ri ko'rsatmasa, rad javobi olardi. Kimdir nogironlik guruhi muddati tugaganini sezmay qolsa, to'lov vaqtincha to'xtab qolardi. Hozir esa ko'p ma'lumotlar elektron bazalar orqali tekshiriladi. Bu yaxshi tomoni. Ayrim qo'shimchalar avtomatik aniqlanishi mumkin. Lekin yomon tomoni ham bor. Bazada xato bo'lsa, siz haqli bo'lgan pulni tizim ko'rmaydi. Masalan, odam 25 yil ishlagan, lekin 1990-yillardagi 5 yillik staji arxida noto'g'ri yozilgan yoki umuman ko'rinmayapti. Natijada pensiya kam hisoblangan bo'lishi mumkin. Yoki oila kam ta'minlangan, lekin rasmiy bazada eski avtomobil ishlatilmaydigan yer. Yopilmagan yakka tartibdagi tadbirkorlik yoki boshqa daromad ko'rinib turgani uchun yordam rad etilishi mumkin. Avgust 2026'da eng asosiy savol shuki, pul hammaga bir xil qo'shiladimi yoki faqat shartlarga tushganlarga beriladimi? Men buni aniq aytaman. Har bir qo'shimchaning o'z sharti bor. Men pensionerman, demak menga albatta pul tushadi degan fikr har doim ham to'g'ri emas. Xuddi shunday, menga hech narsa berilmaydi deb oldindan voz kechish ham xato. To'g'ri tekshirgan odam qo'shimcha olishi mumkin. Tekshirmagan odam esa aqli bo'lsa ham to'lovsiz qolishi mumkin. Birinchi toifa pensiya oluvchilar. Agar avgust oyida pensiyalar bo'yicha umumiy oshirish yoki qayta hisob-kitob kuchga kirsa, odatda yoshga doir pensiya, nogironlik pensiyasi va boquvchisini yo'qotganlik pensiyasi oluvchilar ko'rib chiqiladi. Lekin miqdor hammada bir xil bo'lmaydi. Kimning pensiyasi minimal darajaga yaqin bo'lsa, unga qo'shimcha ko'proq seziladi. Kimning pensiyasi yuqoriroq bo'lsa, oshish foizda ko'rinsa ham, yakuniy hisob-kitob alohida bo'ladi. Masalan, birinchi misolni olaylik. Onaxon Oltintekki yoshda 24 yil ish staji bor. Hozir 1000 so'm atrofida pensiya oladi deb tasavvur qilamiz. Agar umumiy indeksatsiya bo'lsa, uning pensiyasi belgilangan tartibda oshadi. Lekin agar uning mehnat daftarchasidagi 30 yil staj oldin hisobga olinmagan bo'lsa va u arxiv hujjatini olib borsa, faqat indeksatsiya emas, pensiyaning bazaviy hisobida ham o'zgarish bo'lishi mumkin. Bu ikki xil natija beradi. Birinchisi hammaga tegishli oshirish, ikkinchisi shaxsiy qayta hisob-kitob. Ikkinchi misol, erkak kishi 60 yoshda pensiyaga chiqqan, lekin hali ishlashda davom etmoqda. U men ishlayapman, demak menga qo'shimcha berilmaydi deb o'ylashi mumkin. Bu hamma holatda to'g'ri emas. Ishlayotgan pensionerlarga pensiya to'lanishi, qayta hisoblanishi yoki ayrim ustamalar masalasi amaldagi tartibga bog'liq. Muhimi, ish beruvchi uning ish haqi va ijtimoiy soliq ma'lumotlarini to'g'ri topshirgan bo'lishi kerak. Agar tashkilot hisobotini kechiktirsa yoki xatolik bilan topshirsa, odamning keyingi qayta hisob-kitobida muammo chiqadi. Uchinchi toifa, nogironligi bo'lgan shaxslar. Bu yerda eng muhim masala nogironlik guruhi muddati va tibbiy xulosa amal qilishidir. Agar nogironlik muddatsiz belgilangan bo'lsa, to'lov barqarorroq bo'ladi. Agar muddatli belgilangan bo'lsa, tibbiy ko'rikdan o'tish sanasini o'tkazib yubormaslik kerak.
Juda ko'p holatda odam meni baribir bilishadi deb yuradi. Lekin elektron tizimda muddat tugagan bo'lsa, to'lov to'xtab qolishi mumkin. Keyin qayta tiklatish uchun vaqt ketadi. Misol, 2 guruh nogironligi bo'lgan fuqaro iyul oxirida qayta ko'rikdan o'tishi kerak edi. Lekin avgustda boraman deb kechiktirdi. Avgust to'lovi bo'yicha tizimda muddati tugagan deb ko'rinishi mumkin. Natijada qo'shimcha emas, hatto asosiy to'lov ham kechikadi. Shuning uchun nogironlik bilan bog'liq to'lovlarda hujjatim bor deyish yetarli emas. Uning amal qilish muddati va bazaga kiritilgani muhim. 4-toifa boquvchisini yo'qotgan oilalar. Bunday oilalarda har bir bola talaba yoki mehnatga layoqatsiz oila a'zosi bo'yicha alohida shart bo'ladi. Agar bola bo'lgandagi yoshga to'lgan bo'lsa, ayrim holatlarda to'lov to'xtashi mumkin. Agar u kunduzgi ta'limda o'qiyotgan bo'lsa, belgilangan yoshgacha davom etishi mumkin. Ammo o'qish haqidagi ma'lumot tizimda tasdiqlanmasa, to'lov masalasi to'xtab qoladi. Misol, bir oilada otasi vafot etgan. 2 farzand bor. Kichigi 15 yoshda, kattasi 18 yoshda va kollej yoki universitetga kunduzgi o'qishga kirgan. Kichigiga to'lov davom etadi. Kattasi bo'yicha esa o'qish haqidagi ma'lumot kerak bo'ladi. Agar oila u o'qiyapti-ku deb hujjat bermasa yoki tizimda bu ko'rinmasa, katta farzand bo'yicha to'lov vaqtincha to'xtashi mumkin. Mana shu joyda ko'pchilik puldan quruq qoladi. 5-toifa kam ta'minlangan oilalar va bolali oilalar. Bu toifadagi yordamlar ko'pincha oilaning daromadi, tarkibi, mulki, ishga layoqatli a'zolarning bandligi va bolalar soniga qarab baholanadi. Kimdir qo'shnim oldi, men olmadim deydi. Lekin qo'shnining oilasida 3 nafar voyaga yetmagan bola, bitta ishlaydigan odam va daromad past bo'lishi mumkin. Sizning oilangizda esa rasmiy daromad, avtomobil, dehqon xo'jaligi yoki boshqa mol-mulk ko'rinishi mumkin. Shuning uchun natija har bir oilada farq qiladi. Misol, birinchi oilada 2000 ming so'm oylik oladi, xotin ishlamaydi. 3 ta bola bor, ijara uyda yashaydi. Ikkinchi oilada ham 3 ta bola bor, lekin xotin ikkalasi ishlaydi. Umumiy daromad 7 ming so'm, ustiga ustak rasmiy nomida avtomobil bor. Ikkala oila bir xil ko'rinadi. Lekin baholashda farq katta bo'ladi. Birinchi oilaga yordam chiqishi mumkin, ikkinchisiga rad javobi berilishi mumkin. 6-toifa alohida xizmatlari faxriy maqomi yoki og'ir sharoitda ishlagan davri bor fuqarolar. Ayrim kishilarda mehnat sharoiti, mukofot, maxsus maqom yoki qonunda belgilangan imtiyoz sabab ustama bo'lishi mumkin. Lekin bunday ustamalar odatda og'zaki aytganman bilan berilmaydi. Hujjat kerak, guvohnoma, buyruq, arxiv ma'lumotnomasi, mehnat daftarchasi yozuvi yoki vakolatli tashkilot tasdig'i. Men birinchi navbatda quyidagi odamlar albatta tekshirishi kerak deb hisoblayman. Pensiyasi juda kam chiqayotgan, lekin uzoq ishlagan odamlar. Mehnat daftarchasida eski korxonalar, sovxoz, kolxoz, zavod yoki tugatilgan tashkilotlar yozuvi borlar. Nogironlik muddati avgust yoki sentyabr oylariga yaqin tugaydiganlar. Bola nafaqasi yoki moddiy yordamga ariza topshirib, rad javobi olgan, lekin sababini tushunmagan oilalar. Farzandi 9 yoshga to'lgan boquvchisini yo'qotgan oilalar. Ishlayotgan pensionerlar va ish beruvchisi hisobotlarni to'g'ri topshirayotganiga ishonchi yo'qlar. Kim nisbatan tinchroq bo'lishi mumkin? Hujjatlar to'liq, to'lovlar muntazam tushayotgan, nogironlik muddati belgilangan, pensiya hisob kitobi yaqinda tekshirilgan. Oilaviy nafaqa muddati hali tugamagan va daromadida keskin o'zgarish bo'lmagan odamlar. Lekin men baribir umuman tekshirmang demayman. Kamida shaxsiy kabinet bank kartasiga tushgan summa. SMS xabarlar va rasmiy ilovadagi ma'lumotlarni solishtirish kerak. Birinchi nozik jihat, qo'shimcha har doim ham aynan avgustning 1-kunida tushmaydi. Ba'zan hisob kitob avgust uchun bo'ladi. Lekin pul to'lov jadvali bo'yicha keyinroq tushadi. Shuning uchun 1-kuni pul ko'rinmasa, darhol vahima qilish shart emas. Lekin oyning o'rtasiga kelib ham hech qanday tushum bo'lmasa, bank, pensiya jamg'armasi yoki ijtimoiy himoya organi orqali tekshirish kerak. Ikkinchi nozik jihat qarzdorlik va ushlab qolishlar. Ayrim fuqarolar menga qo'shimcha chiqishi kerak edi, lekin summa kam tushdi dedi. Sabab aliment, kredit bo'yicha sud qarori, ortiqcha to'langan nafaqani qaytarish yoki boshqa ijro hujjati bo'lishi mumkin. Agar sizning to'lovingizdan ushlab qolinayotgan bo'lsa, qo'shimcha ham to'liq qo'lingizga tegmasligi mumkin. Buni bank emas, odatda ijro hujjati yoki to'lovni tayinlagan organ orqali aniqlash kerak. 3-nozik jihat, yashash manzili va ro'yxat. Ijtimoiy yordamlar ko'pincha oilaning tarkibi va yashash manziliga bog'liq. Bir uyda ro'yxatda turgan, lekin aslida boshqa joyda yashaydigan qarindosh rasmiy
oilaviy tarkibga ta'sir qilishi mumkin. Masalan, opangiz chet elda, akangiz boshqa viloyatda, lekin ro'yxatda sizning uyingizda turibdi. Tizim uni oila a'zosi deb ko'rishi va daromadni hisobga olishi mumkin. Natijada yordam rad etiladi. Bu juda ko'p uchraydigan holat. 4-nozik jihat, rasmiy ishlamaslik har doim foyda bermaydi. Ba'zi odamlar rasmiy ishlamasam nafaqa olishim oson bo'ladi deb o'ylaydi. Lekin ishga layoqatli odamning band emasligi ham savol tug'dirishi mumkin. Ayrim tartiblarda mehnatiga layoqatli shaxs nima uchun ishlamayotgani, bandlikka murojaat qilgan-qilmagani, bola parvarishda ekani, nogiron oila a'zosiga qarayotgani kabi holatlar tekshiriladi. Shuning uchun daromad yo'q degan gapning o'zi yetarli emas. 5-nozik jihat, eski hujjatlardagi ism familiya xatolari. Masalan, mehnat daftarchasida Abdullayev deb yozilgan, pasportda Abdullayev yoki nikohdan keyin familiya o'zgargan. Bunday mayda farq ham stajni tasdiqlashda muammo bo'lishi mumkin. Men amaliyotda shunday holatlarni ko'p ko'rganman. Odam 4-5 yil ishlagan davrini isbotlay olmay yuradi. Aslida muammo bir harf yoki arxidagi noto'g'ri yozuvda bo'ladi. 6-nozik jihat, ariza berilmaguncha ayrim pul avtomatik chiqmaydi. Davlat bazalarida ma'lumot bo'lsa ham, ko'p turdagi yordamlar uchun ariza kerak bo'ladi. Masalan, oilaviy nafaqa, moddiy yordam, ayrim kompensatsiyalar, qayta hisob-kitob yoki qo'shimcha stajni kiritish bo'yicha murojaat talab qilinishi mumkin. Meni o'zlari topadi deb kutish eng katta xatolardan biri. 7-nozik jihat, to'lov muddati. Ayrim nafaqalar doimiy emas, ma'lum muddatga tayinlanadi. Muddati tugaganda qayta ariza berish kerak bo'ladi. Odamlar ko'pincha pul kelmay qolgandan keyin biladi. To'g'risi, muddat tugashidan oldin tayyorgarlik ko'rish kerak. Bolalar guvohnomasi, daromad ma'lumotlari, bank rekvizitlari, yashash manzili, oila tarkibi, o'qish ma'lumotnomasi hammasi tayyor bo'lishi kerak. 8-nozik jihat, bank kartasi muammolari. Pul tayinlangan bo'lishi mumkin, lekin karta muddati tugagan, karta bloklangan. Hisob raqam noto'g'ri yoki bankda texnik kechikish bo'lishi mumkin. Bunday holatda odam davlat to'lamadi deb o'ylaydi. Aslida to'lov topshirig'i chiqqan, lekin bank orqali yetib bormagan bo'ladi. Shuning uchun har doim bankdan ham tekshirish zarur. Endi eng muhim qism. Siz nima qilishingiz kerak? Men buni qadam-qadam tushuntiraman. Birinchi qadam, o'zingiz qaysi toifaga kirishingizni aniqlang. Siz yoshga do'rib pensionermisiz? Nogironlik pensiyasi olasizmi? Boquvchisini yo'qotganlik to'lovi bormi? Kam ta'minlangan oila sifatida yordam olmoqchimisiz? Bolalar nafaqasiga ariza bermoqchimisiz yoki pensiyani qayta hisoblatmoqchimisiz? Har bir toifaning hujjati va tartibi boshqacha. Ikkinchi qadam, oxirgi to'lov summalarini yozib chiqing. Iyulda qancha tushdi? Avgustda qancha tushdi? Oldingi oylarda farq bormi? Bank SMS'lari. Mobil ilova tarixi yoki bankdan hisob varaq ko'chirmasini oling. Faqat taxminan shuncha edi demang. Raqam bilan gapirsangiz, idorada ham sizni jiddiyroq eshitishadi. 3-qadam, hujjatlaringizni tekshiring. Pasport yoki ID karta. Pensioner guvohnomasi, nogironlik ma'lumotnomasi, mehnat daftarchasi, arxiv ma'lumotnomalari, bolalarning tug'ilganlik guvohnomasi, nikoh yoki ajrim hujjati, vafot etgan boquvchi haqidagi guvohnoma, o'qish ma'lumotnomasi. Bank karta rekvizitlari, oila tarkibi bo'yicha ma'lumotlar tayyor bo'lsin. Agar ismingiz yoki familiyangiz turli hujjatlarda farq qilsa, buni oldindan aniqlang. 4-qadam, rasmiy manbadan tekshiring. Pensiya bo'yicha pensiya jamg'armasi bo'limiga, ijtimoiy yordamlar bo'yicha mahalla yoki ijtimoiy himoya organlariga, bandlik masalasi bo'yicha bandlik markaziga murojaat qiling. Agar elektron xizmatlar mavjud bo'lsa, shaxsiy kabinet orqali ham tekshiring. Muhimi, ijtimoiy tarmoqlardagi mish-mish bilan qaror qilmang. Hammaga falon pul berilarkan degan gaplarning yarmi noto'g'ri yoki faqat ayrim toifaga tegishli bo'ladi. 5-qadam, arizani og'zaki emas yozma bering. Agar pensiyangiz kam hisoblangan deb o'ylasangiz, pensiyamni qayta hisoblab berishingizni so'rayman mazmunda ariza yozing. Agar nafaqa rad etilgan bo'lsa, rad etish sababini yozma tarzda so'rang. Agar to'lov kechiksa, qaysi sababga ko'ra to'lov amalga oshmaganini tushuntirib berishingizni so'rayman deb yozing. Yozma murojaatning ro'yxatga olingan raqamini saqlab qo'ying. 6-qadam, rad javobini ko'rsangiz, darhol taslim bo'lmang. Rad javobida sabab bo'lishi kerak. Masalan, daromad yuqori, hujjat yetishmaydi, oila tarkibi noto'g'ri, mulk mavjud, muddat tugagan, bazada ma'lumot yo'q. Sababni bilsangiz, muammoni tuzatish mumkin. Hujjat yetishmasa to'ldirasiz. Bazada xato bo'lsa, tuzatish so'raysiz. Oila tarkibi noto'g'ri bo'lsa, ro'yxat masalasini aniqlaysiz.
Yettinchi qadam, arx hujjatlariga befarq bo'lmang. Ayniqsa 1900 avtomati 1990 yillar yoki 2000 yillar boshida ishlaganlar uchun arxiv ma'lumotnomasi juda muhim. Korxona tugatilgan bo'lsa ham, uning hujjatlari arxivda bo'lishi mumkin. Ishlagan joyingiz nomi o'zgargan bo'lsa, bo'ris tashkilotni topish kerak bo'ladi. Bu jarayon vaqt oladi, lekin pensiya miqdoriga ta'sir qilsa, yillab qo'shimcha pul sifatida qaytishi mumkin. 8-qadam, yaqinlaringizga yordam bering. Ko'p keksalar SMSni o'qimaydi. Ilovaga kira olmaydi, ariza yozishni bilmaydi. Farzandlar, nabiralar, qo'shnilar yordam bersa, juda katta foyda bo'ladi. Bir keksaning 200-300 ming so'm qo'shimcha olishi ham uning dori darmoni. Kommunal to'lovi yoki oziq-ovqatiga jiddiy yordam beradi. 9-qadam. Firibgarlardan ehtiyot bo'ling. Men sizga qo'shimcha pul chiqarib beraman. Oldindan pul bering degan odamlarga ishonmang. Davlat to'lovlari rasmiy ariza, rasmiy hujjat va rasmiy organlar orqali hal bo'ladi. Hech kim sizning kartangiz kodini, SMS parolingizni yoki bank ilovangiz parolini so'rashga haqli emas. Agar kimdir kod ayting, pul to'shiramiz desa, bu firibgarlik bo'lishi mumkin. 10-qadam, har bir o'zgarishni vaqtida xabar qiling. Oila tarkibi o'zgarsa, bola 10-yoshga to'lsa, talaba o'qishdan chiqsa, nogironlik muddati uzaytirilsa, ishga kirsangiz yoki daromadingiz o'zgarsa, bu ma'lumotlarni yashirmang. Keyin ortiqcha to'langan pulni qaytarish talab qilinishi mumkin. Eng yomoni, odam bir necha oy pul olib yuradi, keyin sizga noto'g'ri to'langan deb qarzdorlik chiqadi. Avgust 2026dagi qo'shimchalar masalasida eng muhim xulosa shuki, pul hammaga avtomatik va bir xil tushadi deb o'ylamang. Kimga qo'shilishi to'lov turiga, hujjatlarga, bazadagi ma'lumotlarga, muddatlarga, oilaviy holatga va shaxsiy hisob-kitobga bog'liq. Pensionerlar pensiya hisobini, nogironligi bo'lganlar tibbiy xulosa muddatini, bo'g'uvchisini yo'qotgan, oilalar farzandlarining yoshi va o'qishini, kam ta'minlangan oilalar esa daromad va oila tarkibini albatta tekshirish kerak. Men sizga maslahat beraman. Bugunoq oxirgi to'lovlaringizni solishtiring, hujjatlaringizni yig'ing. Kerak bo'lsa yozma ariza bering va rad javobi bo'lsa sababini talab qiling. Haqli pulingizni olish uchun eng katta qurolingiz bu tartibni bilish. Hujjatni to'g'ri tayyorlash va vaqtida murojaat qilishdir. Sizda avgust oyida qo'shimcha tushdimi yoki hali tushmadimi? Qaysi toifa bo'yicha savolingiz bor? Pensiya, nogironlik, bola nafaqasi, moddiy yordam yoki bo'g'uvchisini yo'qotganlik to'lovi. Izohlarda yozib qoldiring. Men keyingi videolarda eng ko'p berilgan savollarni alohida tushuntirib beraman. Videoga like bosing, kanalga obuna bo'ling va bu videoni ota-onangiz, buvalaringiz, qo'shnilaringiz bilan ulashing. Chunki bitta vaqtida aytilgan ma'lumot kimningdir haqli pulini saqlab qolishi mumkin.